hurmatli obunachilar. Bugungi videoyim YouTube kanalingizdan qanday pul topishni o'rgatib o'taman. Birinchi navbatda like bosinglar videoga. Fikrlaringiz qiziq kommentga yozib qoldiringlar fikrlaringizni. Ekrandan uzoqlashmang. Biz ketdik. Birinchi navbatda monetizatsiyaga ulash uchun ikkita достижение beradi YouTube'ning o'zi. Ikkita достижение beradi. Birinchisi shortsni o'zidan 4000 prosmotr yig'ish kerak. Shorts videolaringizni o'zidan. Uni ko'p ham qiyin emas. Bir qiziqarli videolarni qo'ysalaringiz, bir normal video qo'ysalaringiz ko'tarilsa, normal prosmotr olib keladi. Ikkinchisi 1000 ta obunachiga yetish kerak monetizatsiyaga ulash uchun. Shu ikkita достижениeni bajarasiz. Agar post qo'ymay ikkita достижениeni to'ldirsangiz, postga ham достижение beradi. Post qo'yib, uzunroq video qo'yib, prosmotr ishlash kerak bo'ladi. Keyin sal qiyinlashadi ishlaringiz, monetizatsiyaga ulash sal qiyinlashadi. Shuning uchun postni ham vaqtiga qo'yib, shortsni ham qo'yib, kuniga bitta post qo'ysangiz, 3 ta shorts qo'yinglar. Maslahatimda monetizatsiyaga ulash osonroq bo'ladi-da, pul topish osonroq yo'llarini aytib o'taman. Yana obunachini tezroq ko'paytirishga keladigan bo'lsak, obunachini tezroq ko'paytirish shorts orqasidan bo'ladi, videolar orqasidan bo'ladi. Uni like yig'mayapti, unay deb tushkunlikka tushib o'tirmanglar. Like yig'masa ham obunachi olib keladi, prosmotr olib keladi. Like shart emas. Prosmotr olib kelsa bo'ldi, normal. Ko'p kishi ko'rsangiz obunachi ham like ham olib keladi. Yana foydali videolar chiqarishimiz uchun kommentga yozinglar, bir fikrlaringiz qiziqchiganlar.